Qadirlik Uyg'urim, siz qancha qahramanni bilasiz? Tarix fanlari doktori Nabijon Tursun. Qadirlik Uyg'ur, siz o'z tarixingizdagi qancha qahramanni bilasiz? Qanchilgan qahramonlarni unutib ketdingiz? Siz tarixingizdagi g'alabalaringiz, saltanatlaringiz bilan mag'lubiyatlaringiz va tragediyalaringizning sabab va omillarini qanchalik bilasiz? Siz saltanatlaringizdan qanchalik ruhlanib, mag'lubiyatlaringizdan qanchalik saboqlarni oldingiz? Siz tarixingizning kelgusingiz uchun yo'l ko'rsatgich mayak ekanligini qanchalik darajada bildingiz? Siz qancha qahramoningizning qabrisiga biror qatim o'zligingizdan berib yo'qlab duo qilib baqdingiz? O'z urug' tuqqan ota-onangiz va qarindoshlaringizning qabrisiga berib duo qilgan vaqtingizda siz uchun, butun Uyg'ur uchun va sizning baxtingiz uchun dunyodan ko'zlari orqada ketgan qahramonlarning qabrlarining yatsirab turganligini, hatto bu qahramonlarning qabrsiz qolganligini o'yladingizmi? Siz qancha qahramonning ismlari, kimligi, nimalarni qilganligini va biz nima uchun ularni qahramon deydiganligimizni bilib baqdingizmi? Siz tarixingizdagi kimlarning sotqin, kimlarning munofiq, kimlarning manfaat va imtiyoz, hatto huquq uchun o'z millatiga sotqinlik va xoinlik qilganligini, hech bo'lmaganda o'z imtiyoz, huquq va shaxsiy manfaatlari uchun o'z qarindoshlari haqida hech qanday o'ylanmagan, azoblanmaganligi, o'z qarindoshlarining fojialari badaliga yaxshi kun ko'rganligini bilasiz. Shuni bilingki, Uyg'urning oppoq g'o'jidan boshlangan tarixiy qismatlari qahramonlar va sotqinlar bilan tang to'lgan. Ishonamanki, siz faqat chekliklar qahramonni bilasiz. Albatta, buningda sizning ham gunohingiz yo'q. Chunki sizning tarixingiz Uyg'urlarning dushmanlari tarafidan uzluksiz ostin-usti qilingan. Yana birsi, Uyg'ur tarixchilari o'z qahramonlik shajarlari bilan sotqinlarning tarixlarini ko'plab yuritmagan. Yana bir sabab bizdagi shajara tug'dirmaslik, shajar yozmaslik, tarixiy izlarni ko'plab yozma holda avlodlarga miros sifatida qoldirmaslikdir. Mana bu realliklar nurg'un qahramonlarimiz, boturlarimizning ish izlari va musofirlarning unutilib ketilishiga, xoin sotqinlarning qilmishlaridan nafratlanishning kamligiga sabab bo'ldi. Bizda ba'zida yuz bergan oltinni zaga so'qmay to'mir so'qadigan ahvollar tufaylidan qahramonlarning ish izlarimi ostin-ustin qilinib, kishilarni tuyuq yo'llarga boshlashmi yuz berdi albatta. Qadrlik Uyg'ur, siz o'z millatingizning tarixiy musofirlarini qanchalik bilasiz? Qadrlik bugungi Uyg'ur boshlamchilari va aktivlari, siz o'z millatingizning siz bilishingiz shart bo'lgan tarixiy musofirlarini, qismatlarini, fojialari va buning sabab omillarini, ichki tashqi ko'rinishlarini, davlatlaringizni, madaniyatingizni va boshqalarni qanchalik darajada bilasiz? Siz Yoqub Beyning 7 shahar Uyg'ur davlati, Ili sultonligi, 2 mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyati qatorliqlarning shonliq va fojialik musofirlari ham ularning atrofidagi dunyoviy munosabatlarni qanchalik o'rgandingiz? Siz Turg'un Almasning, Muhammad Emin Bug'roning va boshqalarning kitoblarini, maqolalarini zerikmay, charchamay qanchalik o'qib baqdingiz? Hun imperiyasi va qadimki Sharqiy Turkiston davlatlari, Qanqil Uyg'ur davlati, Urxun Uyg'ur davlati, Qaraxonlar davlati, Ganjudagi Kangsu Uyg'ur davlati, Ko'k turklar Uyg'ur qabilalari, Chag'atay xonligi, Saidiyalar davlati, Jung'arlar, Xo'jalar davri, Manjular ishg'oliyati, keyingi Manju Xitoy ishg'oliyati va boshqalar haqida qanchalik bilasiz? Uyg'urlar bilan boshqa turkiy qavmlarning bog'lanishi va munosabatlari, O'rta Osiyo va Uyg'urlar, tarixdagi Uyg'ur-Xitoy davlatlari munosabatlari, tarixdagi Uyg'urlarga chetishliq imperiyalar munosabatlari va boshqa nurg'un masalalar haqida qanchalik tushunchaga ega? Siz zerikmay bu tarixlarni o'qishga vaqt ajratib baqdingizmi? Tarixni bilish, tarixni so'zlash, tarixni o'qish tarixchilarning ishi emas. Bu har qanday bir angliq odamning vazifasi va bilishga tegishli aqlli bilimlardir. Angliq madaniy millat odamlarga qo'yilgan to'limi aqlli va oddiy talabdir. Unutib qolmangki, tarix ana shunday muhim bo'lg'achqa, Xitoy sizga boshlang'ishdan tartib o'z tarixingizni emas, Xitoyning
o'zining tarixini va o'zining qahramonlarini o'rgatgan va o'rgatmoqda. Har bir davlat o'z tarixini boshlang'ich maktab, hatto yaslidan boshlab avlodlarga o'rgatadi. Afsuski, balki siz bundoq imkoniyat bilan cho'ng bo'lmadingiz. Shunga sizning o'zligingizdan izlanishingiz va bilishingizga to'g'ri keladi. Bu tarixlarni va qahramonlarni bilmoqchi bo'lsangiz, Uyg'ur umum tarixining nashrdan chiqib bo'lgan 7-tomi Sharq Turkiston Jumhuriyati umum tarixi, ya'ni 1944 dan 1949 yil bo'lgan tarix va 8-qismi Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati va Uyg'ur millatparvarlik harakati, ya'ni 1933 dan 1937 yillargacha bo'lgan tarixni o'qib beqing. Tarix sizga hammani deb berdi.